Salom hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun Zomin dam olish maskanidagi narxlarni, shart-sharoitlarni, turar joylarni tanishtirishga harakat qilaman. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun 2025-yil 30-may kungi sanasi va shu kun holatiga bo'lgan narxlarni aytib o'taman. Zomin dam olish maskaniga kirishda Zomin postida 7 yoshgacha bepul, 7 yoshdan yuqorilarga 18750 so'm bir martalik kirib chiqish uchun to'lov qilinadi. Mana bu Zomin dam olish sanatoriyada hozir mavsum boshlangani uchun joylar yo'q. Kishi boshiga 600 ming so'mdan bir kuniga 1 million so'mgacha 3 mahal ovqati va 5 kunga olishingiz kerak eng kamida. 10 kun oldin bron qildirishingiz kerak hozir joy yo'qligi uchun. Mavsum 1-maydan 1-sentyabrgacha bo'lar ekan. Shu vaqt oralig'ida narxlar ham qimmat bo'lar ekan, ham joylar muammo bo'lar ekan. Mana bu ko'rib turganlaringiz 2 qavatli binolar, barchasi shu общежитlar, ko'pchilik shu yerda yotadi va dam oladi. Mana bu yerda tog'larda odamlar chiqib dam olyapti. Bu yerda 2 qavatli domlar va 4 qavatligi bor. Bitta 2 qavatli domda tualet, hammomi alohida har bir xonaning o'zida 2 kishilik, 4 kishilik joylari bor. Hozirgi narxlari 300 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Qolgan barchalari 200 ming so'mdan ularda tualet, hammomi bitta pod'ezd uchun общий joylashgan bo'ladi, oshxonasi ham общий. Mana bu Sharshara yonida mehmonxonasi bor. 600 ming so'mdan bir kishi boshiga. Sharsharaga kirish 5 ming so'm to'lovi. Bir kunda shu 5 ming so'm to'lov qilasiz, xohlaganda kirib chiqib yuraverasiz. Mana kanatkani ko'rgan bo'lsangiz, bu deyarli 2 kilometr masofani bosib o'tadi. Bu kishi boshiga 70 ming so'mdan borish, qaytishi 70 ming so'm, 140 ming so'm. Bu kanatka Osma ko'prigiga yaqinroq joyga boradi. Osma ko'prigida narxi o'tib qaytish bir kishi boshiga 50 ming so'mdan. Ayniqsa bu yerda yo'l kiralar juda qimmat. 5 kilometr yo'lga ham 25 ming so'm, 30 ming so'mdan bo'ladi. Mana shu 1-maydan sentyabrgacha bo'lgan oralig'ida narx teng barobar oshadi. 1-maygacha 150 ming so'm bo'lgan xonadonlar 300 ming so'mgacha chiqib ketadi 1-maydan so'ng. Qolgan e'tiborli joylarini, qolgan narxlarini keyingi videolarda tanishtirib o'tib ketaman. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Yana nimalar narxlari kerak bo'lsa kommentariyada yozib keting, imkon qadar yetkazib boramiz.